Assalomu alaykum. Qadrli tomoshabinlar, pensionerlar. Bu xabar aynan siz uchun. Hukumatimiz hozirgina imzolagan hujjat nafaqat sizning moddiy ahvolingizni sezilarli darajada yaxshilaydi, balki farzandlaringiz, nabiralaringiz kelajagiga ham bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu shunchaki bir qog'oz emas, balki yillar davomida kutilgan adolat va g'amxo'rlik ifodasidir. Bu videoni oxirigacha ko'rishga shoshiling. Chunki undagi har bir ma'lumot sizning pensiyangizni qayta hisoblash, yangi imtiyozlarni qo'lga kiritish va umuman hayotingizni yengillashtirish uchun kalit bo'lishi mumkin. Va albatta kanalimizga obuna bo'lishni hamda shu videoga like bosishni unutmang. Bu bizga ko'proq foydali ma'lumotlarni sizga yetkazishda katta yordam beradi. Muammoning mohiyati va o'zgarishlar aziz yurtdoshlar ko'pchilik bilsa kerak. Avvallari pensiya hisoblash, ayniqsa ish staji yoki daromad ma'lumotlarida uzilishlar bo'lgan holatlarda juda murakkab va chalkash jarayon edi. Pensiyaga chiqish arafasida bo'lgan fuqarolar yoki pensiya oluvchilar ko'plab hujjatlarni yig'ishga majbur bo'lishardi. Misol uchun sobiq korxonalardan ma'lumotnomalar olish, arxivlardan xabarnomalar izlash. Hatto ba'zi hollarda sudga murojaat qilishgacha borardi. Bu esa nafaqat vaqtni, balki asablarni ham talab qiladigan jarayon edi. Navbat kutishlar, turli idoralar o'rtasida sarson bo'lishlar. Qog'ozbozliklar bularning barchasi keksa avlod vakillarimiz uchun jiddiy sinov bo'lib kelardi. Natijada ko'plab pensionerlar o'zlariga qonunan tegishli bo'lgan to'liq miqdordagi pensiyani ola olmayotgan edilar. Ba'zilar staji to'liq hisoblanmagani uchun, boshqalar daromadlari to'g'ri aks ettirilmagani sababli kamroq pensiya olib yashashga majbur edilar. Bu esa ularning hayot sifatiga, to'lov qobiliyatiga, dori-darmon olish imkoniyatlariga salbiy ta'sir ko'rsatardi. Eng achinarlisi, bu ahvol ko'pincha adolatsizlik tuyg'usini uyg'otar edi. Chunki odamlar butun umr davlatga xizmat qilgan, lekin keksalik gashtini to'liq sura olmasdi. Endi vaziyat tubdan o'zgardi. Prezidentimiz tomonidan imzolangan yangi qarorga ko'ra, nafaqat pensiyalarni hisoblash tartibi sezilarli darajada soddalashtirildi, balki qo'shimcha ijtimoiy to'lovlar joriy etildi va pensiya miqdorini qayta hisoblashning yangi mexanizmi ishga tushirildi. Bu siz uchun aniqroq, adolatliroq va tezkorroq tizimni anglatadi. Hukumat nafaqaxo'rlarning har bir so'mi halol mehnati evaziga topilganini e'tirof etib, ularning moddiy va ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga qaratilgan yangi mexanizmlarni joriy etdi. Bu o'zgarishlarning asosiy maqsadi adolatni tiklash, qog'ozbozlikni yo'qotish va har bir pensionerning munosib keksalik gashtini surishini ta'minlashdir. Endi pensiya jamg'armasi va boshqa tegishli davlat idoralari o'rtasidagi ma'lumot almashinuvi to'liq raqamlashtiriladi. Bu esa inson omilini kamaytirib, xato va kamchiliklar ehtimolini nolga yaqinlashtiradi. Bu o'z navbatida pensiya hisoblash jarayonini shaffof va tushunarli qiladi. Batafsil tushuntirish, nimalarni bilish kerak, kimlar uchun dolzarb va kimlar uchun emas hukumatning nafaqaxo'rlar ijtimoiy himoyasini kuchaytirish to'g'risidagi yangi qaror pensionerlarimiz hayotida haqiqiy burilish yasaydi. Keling, ushbu qarorning asosiy jihatlarini va ularning har birimizga qanday ta'sir qilishini batafsil ko'rib chiqaylik. Birinchidan va eng muhimi, pensiyalarni avtomatik qayta hisoblash tizimi joriy etildi. Bu nimani anglatadi? Endi pensiyalar har 3 yilda mamlakatdagi o'rtacha ish haqi o'sishi hisobiga avtomatik tarzda qayta baholanadi. Oldinlari bu har doim ham muntazam ravishda amalga oshirilmas edi, yoki bo'lsa ham. Ba'zi hollarda inflyatsiya sur'atlari pensiya miqdorini tezroq yeb qo'yar edi. Endi esa siz hech qanday ariza yozishingiz, eshikma-eshik yurishingiz shart emas. Tizimning o'zi avtomatik ravishda barcha ma'lumotlarni tahlil qiladi va pensiya miqdorini tegishli indeksatsiya koeffitsientlari asosida oshiradi. Bu esa pensiyangizning qadr-qimmatini inflyatsiyadan himoyalashni ta'minlaydi va uning sotib olish qobiliyatini saqlab qolishga yordam beradi. Misol uchun, agar oxirgi 3 yilda o'rtacha ish haqi 20 ga oshgan bo'lsa, sizning pensiyangiz ham xuddi shu foizga yoki qonunda belgilangan minimal o'sish darajasiga ko'ra oshiriladi. Ikkinchidan, ish staj bonus aysi joriy etildi. Bu bonus aynan kimlar uchun? Bu bonus tartib yildan ortiq ish stajiga ega bo'lgan fuqarolarimizga mo'ljallangan. Ular uchun qo'shimcha emergency pensiya ustamasi beriladi. Bu bonusning yana bir muhim jihati shundaki, u har 5 yilda keyingi 5% ga oshib boradi. Ammo maksimal ish basimigacha. Ya'ni agar siz 40 yillik stajga ega bo'lsangiz, pensiyangizga 10% qo'shiladi. 45 yillik stajga erishganingizda bu bonus 15%ga, 70 yillik stajga erishganingizda
esa maksimal ish basniga yetadi. Bu hukumatimizning umrini vatan ravnaqiga bag'ishlagan, uzoq yillar mehnat qilgan insonlarga bo'lgan alohida e'tiborining yorqin namunasidir. Bu nafaqat moddiy rag'batlantirish, balki ularning xizmatlariga berilgan yuksak baho hamdir. Uchinchidan, oilaviy yordam bonusi OIB ta'sis etildi. Ushbu bonus nogiron farzandini yoki nogiron turmush o'rtog'ini parvarish qilayotgan pensionerlarimizga beriladi. Har oyda minimal iste'mol xarajatlarining 25% miqdorida qo'shimcha to'lov nazarda tutilgan. Bilamizki, nogiron shaxslarni parvarish qilish nafaqat ruhiy, balki moliyaviy jihatdan ham og'irlik tug'diradi. Dori-darmonlar, maxsus parvarish vositalari, reabilitatsiya xarajatlari oilaning byudjetiga katta yuk bo'ladi. Ushbu bonus aynan shu oilalarga yordam berish, ularning og'irini yengil qilish maqsadida kiritilgan. Bu ham jamiyatimizdagi ehtiyojmand oilalarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan muhim qadamdir. Minimal iste'mol xarajatlari har yili qayta ko'rib chiqiladi. Shu sababli ushbu bonus miqdori ham vaqt o'tishi bilan o'zgarib bo'lishi mumkin. To'rtinchidan, hujjatlashtirish jarayoni sezilarli darajada soddalashtirildi. Endi pensiya jamg'armasi va boshqa davlat organlari o'rtasida ma'lumotlar almashinuvi to'liq raqamlashtirildi. Bu shuni anglatadiki, sizdan ko'plab hujjatlarni shaxsan yig'ish talab qilinmaydi. Avvallari pensiya jamg'armasi xodimi sizning ish stajingizni tekshirish uchun turli idoralarga so'rovlar yuborishi, natijani uzoq kutish kerak edi. Hozir esa soliq organlari, Mehnat vazirligi, kadastr va boshqa davlat organlarining raqamli bazalari avtomatik tarzda bog'landi. Natijada kerak hujjatlar ro'yxati kamida 2 barobarga qisqartirildi. Bu vaqtni tejaydi. Inson omili bilan bog'liq xatoliklarning oldini oladi va pensiya rasmiylashtirish yoki qayta hisoblash jarayonini sezilarli darajada tezlashtiradi. Kimga tashlanish kerak va kimga shart emas? Aslida hurmatli pensionerlar, bu o'zgarishlar faqat ijobiy tomonga qaratilganligi sababli hech kimga tashvishlanish shart emas. Har bir holatda sizning huquqlaringiz va manfaatlaringiz himoya qilinadi. Biroq shunday toifalar borki, ular yangi tizimdan to'liq foydalanish uchun biroz ko'proq e'tiborli bo'lishlari kerak. Kimga e'tiborli bo'lish kerak? Pensiya hisoblashda oldin xatoliklar bo'lganlar. Agar sizning pensiya miqdoringiz avvaldan sizga adolatsizlik tuyulgan bo'lsa yoki ish stajingiz to'liq hisoblanmagan deb hisoblasangiz, hozir bu muammolarni bartaraf etish uchun ayni muddao. Yangi tizim sizga huquqiy baho berish imkoniyatini taqdim etadi. Yetarli hujjat taqdim etmagan yoki raqamli ma'lumotlar to'liq bo'lmaganlar. Agar sizda mehnat daftarchasidagi yozuvlar bilan pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlar o'rtasida nomuvofiqliklar mavjud bo'lsa yoki ba'zi ish joylaringiz haqida ma'lumotlar umuman bo'lmasa, bu yangi tizimdan to'liq foydalanish imkoniyatini oshiradi. Pensiya jamg'armasi endi ko'proq manbalardan ma'lumotlarni olishga qodir. Lekin shunga qaramay, ma'lumotlaringizni shaxsan tekshirishingiz zarur. O'zgarishlar haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmaganlar, afsuski, ba'zi pensionerlar yangi qaror haqida yetarlicha xabardor bo'lmasliklari mumkin. Bu esa ularning o'zlariga tegishli bo'lgan qo'shimcha imtiyozlardan bexabar qolishlariga olib kelishi mumkin. Shu sababli iltimos ushbu videoni o'zingizning oila a'zolaringiz, qo'shnilaringiz va do'stlaringiz bilan baham ko'ring. Kimga tashvishlanish shart emas. Hozirda to'liq va adolatli pensiya olib kelayotganlar, agar siz barcha hujjatlaringiz tartibli deb hisoblasangiz va pensiya miqdoringizdan qoniqayotgan bo'lsangiz, bu o'zgarishlar sizga faqat qo'shimcha imtiyozlar olib keladi. Sizning pensiyangiz kamaymaydi, aksincha yuqorida sanab o'tilgan bonuslar yoki avtomatik qayta hisoblash hisobiga ko'payadi. Sizdan hech qanday qo'shimcha harakat talab etilmaydi, lekin shaxsiy kabinetingiz orqali ma'lumotlarni tekshirib turish zarar qilmaydi. Real life misollar keling. Yuqoridagi o'zgarishlarning konkret misollarda qanday namoyon bo'lishini ko'rib chiqaylik. Misol Bishin avtomatik qayta hisoblash natijasida pensiya O'sha buvi 75 yoshda Toshkent shahrida yashaydi. U 2010 yildan beri pensiya oladi. Uning pensiyasi shu kungacha 1.200 ming so'm edi. Yangi qonun bo'yicha o'tgan 3 yildagi mamlakat o'rtacha ish haqi o'sishi, masalan 15 ko'r hisobga olinib, uning pensiyasi avtomatik ravishda 20.300 taqdim etilgan. 1000 so'mga 20.200 ming 25 oshirildi. O'sha bu hech qanday ariza yozish yoki pensiya jamg'armasiga borish shart emas edi. Bu haqda unga SMS xabarnoma orqali ma'lum qilindi va keyingi oyning pensiyasi oshgan miqdorda to'landi.
Bu Oysha buvining dori-darmon xarajatlarini qoplashga yoki nabiralarga kichik sovg'alar olishga imkon beradi. Misol 2, ish staji bonusi ta'sir Akbar bobo bakımli yoshda Samarqand viloyatida yashaydi. U 1965 yildan 2005 yilgacha jami 40 yil davomida kolxozda paxtakor bo'lib mehnat qilgan. Uning pensiyasi shu kungacha 20 milyon so'm edi. Endi u yangi ish staji bonusiga ega bo'lib, pensiyasiga qo'shimcha 10 ming so'm qo'shiladi. Jami 29 taqimi. 1000 ming so'm oladi. Bu bonus uning urbot halol mehnatiga berilgan munosib qadrdonlikdir. Akbar bobo bu qo'shimcha mablag'ni o'zi uchun shaxsiy ehtiyojlariga, masalan, bog'ida yangi mevali daraxtlar ekishga sarflashi mumkin. Qiziq tomoni 5 yildan keyin, ya'ni kammas 5 yoshga kirganida uning umumiy ish staji 45 yilga yetmasa ham, chunki u 2005 yilda pensiyaga chiqqan. Yangi qonun bo'yicha ish staji bonusini qo'llashda pensiyadan keyingi yillar ham hisobga olinib, bonus miqdori imberberdiga 2,7 ming so'm oshishi mumkin. Bu esa Akbar boboning pensiyasini 2,7 ming so'mga yetkazadi. Misol 3. Oilaviy yordam bonusi yordam Dilsot opa 35 yoshda Xorazm viloyatida yashaydi. Uning 35 yoshli nogiron farzandi bor. Uni yolg'iz o'zi parvarish qiladi. Uning pensiyasi 500 ming so'm. Yangi qonun bo'yicha minimal iste'mol xarajatlarining, masalan, hozirda bu taxminan 600 ming so'm deb olsak, 25 ga 20 diye. Ya'ni 1,2 ming so'm qo'shimcha to'lab oladi. Jami 26 ming so'm. Bu qo'shimcha mablag' Dilshod opaga farzandining maxsus dori-darmonlari yoki vitaminlarni sotib olishga, shuningdek, uning tibbiy muolajalari uchun yo'l xarajatlarini qoplashga yordam beradi. Bu Dilshod opaning kundalik tashvishlarini biroz bo'lsa ham yengillashtiradi. Misol 4. Hujjatlashtirishning soddalashuvi Fozil aka 6 yoshda Jizzax viloyatida yashaydi. U pensiyaga chiqish arafasida. Uning ish joylaridan biri 1990 yillarning boshlarida yopilib ketgan kichik kooperativ edi. Va u yerdagi mehnat daftarchasidagi yozuvlarni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotlari mavjud emas edi. Ilgari Fozil aka bu ma'lumotlarni shaxsan izlashi, arxivlar bo'ylab yurishi, hatto sudga murojaat qilish kerak bo'lardi. Bu esa bir necha oy, ba'zan yillab vaqt olishi mumkin edi. Endi pensiya jamg'armasi avtomatik ravishda soliq qo'mitasi va mehnat vazirligi bazalaridan ma'lumotlarni olib, uning o'sha korxonadagi rasmiy daromadlarini va to'langan ijtimoiy ajratmalarini aniqladi. Bu ma'lumotlar Fozil akaning ish stajini to'liq hisoblashga yordam berdi. Natijada u ilgari hisobga olinmay qolgan 30 yillik stajini tikladi va uning pensiya miqdori kutilganidan ancha yuqori bo'ldi. Bu Fozil akani ortiqcha sarsonlikdan qutqardi. Istisnolar, to'siqlar va noaniq nuanslar har qanday yangi tizimda bo'lgani kabi, bu yangi qarorda ham ba'zi istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan to'siqlar va noaniq nuanslar mavjud. Ularni bilish sizning huquqlaringizni to'liq himoya qilishga yordam beradi. Istisnolar yangi pensionerlar uchun tartib, yangi tizim birinchi navbatda mavjud pensionerlar uchun avtomatik ishlaydi. Yaqinda pensiyaga chiqadiganlar uchun esa yangi soddalashtirilgan tartibda hujjatlar yig'ish kerak bo'ladi, lekin bu avvalgidan ancha osonlashgan. Masalan, ish staji va daromadlar haqidagi ko'plab ma'lumotlar raqamli bazalar orqali avtomatik olinadi. Biroq agar sizda o'z-o'zini band qilganlik yoki tadbirkorlik faoliyatidan olingan daromadlar bo'lgan bo'lsa, ularni tasdiqlovchi hujjatlarni, masalan, patent, shartnomalar, soliq deklaratsiyalari taqdim etishingiz talab qilinishi mumkin. Chet elda ishlagan stajni tan olish. Agar siz chet elda ishlagan bo'lsangiz, bu stajni tan olish tartibi biroz murakkabroq bo'lib qoladi. Chet davlatlar bilan tuzilgan xalqaro shartnomalar doirasida ishlar soddalashi kutilmoqda, ammo hozircha chet stajini tasdiqlovchi hujjatlarni apostil yoki legalizatsiya qildirish talab etiladi. Ba'zi mamlakatlar bilan hali shunday kelishuvlar mavjud emasligi sababli bu jarayon biroz uzoq davom etishi mumkin. Masalan, Rossiya Federatsiyasi bilan shartnomaga ko'ra, u yerda to'langan ijtimoiy sug'urta badallari o'zaro tan olinadi. Ammo ayrim Afrika yoki Osiyo davlatlaridagi stajni tan olish ancha qiyin bo'lishi mumkin. Hujjatlardagi jiddiy nomuvofiqliklar. Agar sizning shaxsiy ma'lumotlaringizda, masalan, familiya, ism o'zgarishi, tug'ilgan sana yoki ish staji hujjatlarida pensiya jamg'armasi ma'lumotlari bilan jiddiy nomuvofiqliklar bo'lsa, avtomatik qayta hisoblash jarayoni to'xtatilishi mumkin. Bunday hollarda sizga qo'shimcha hujjatlar taqdim etish yoki ma'lumotlarni to'g'rilash talab qilinadi. Masalan,
Agar sizning mehnat daftarchangizda tug'ilgan yilingiz 1960 yil deb yozilgan bo'lsa, lekin pasportingizda 1960 yil bo'lsa, tizim bu nomuvofiqlikni aniqlaydi va sizdan uni tasdiqlovchi hujjat, masalan, tug'ilish haqidagi guvohnoma, sud qarori so'raydi. To'siqlar, pitfalls, informatsion vakuum. Ba'zi pensionerlar yangi tizim haqida yetarlicha ma'lumotga ega bo'lmasliklari mumkin. Bu ularning yangi imtiyozlardan foydalana olmasliklariga olib kelishi mumkin. Shu sababli bu videoni boshqalarga ham ulashing, ularni xabardor qiling. Axborot olish imkoniyati cheklangan, ayniqsa qishloq joylarda yashovchi keksa avlod vakillari uchun bu jiddiy muammo bo'lishi mumkin. Internetga kirish muammosi. Pensiya jamg'armasining elektron xizmatlaridan MyBokkap.uz orqali foydalanishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, tuman shahar pensiya jamg'armasi bo'limlariga murojaat qilishdan tortinmang. U yerda sizga yordam beriladi. Ba'zi qishloq hududlarida internetga kirish cheklangan bo'lishi mumkin. Bu esa onlayn arizalar berishda muammolar tug'diradi. Shuning uchun yaqinlaringizdan yordam so'rashdan uyalmang. Firibgarlik harakatlari. Har qanday katta o'zgarishlar paytida firibgarlar ham faollashadi. Yangi qonunni bahona qilib sizdan shaxsiy ma'lumotlaringizni, bank karta raqami, PIN kod, pasport seriyasi so'rab firibgarlar paydo bo'lishi mumkin. Ehtiyot bo'ling. Pensiya jamg'armasi xodimlari sizdan hech qachon bunday ma'lumotlarni telefon orqali so'ramaydilar. Barcha rasmiy murojaatlar shaxsan yoki MyTokkov.uz portali orqali amalga oshiriladi. Agarda sizga shubhali qo'ng'iroq yoki xabar kelsa, darhol mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki 12 raqamiga murojaat qiling. Noaniq nuanslar ish stajini hisoblashda yashirin afzalliklar. Ba'zi kasb turlari, masalan, og'ir va zararli mehnat sharoitlarida ishlaganlar, yer osti ishlari, ayrim kimyoviy ishlab chiqarishlar uchun ish stajini imtiyozli hisoblash, ya'ni 1 yillik ish staji 5 yoki 2 yil deb hisoblash saqlanib qoladi va bu yangi bonuslar bilan birga qo'llaniladi. Agar siz bunday toifaga kirsangiz, bu haqda pensiya jamg'armasiga ma'lumot berishingiz kerak. Chunki ba'zan avtomatik tizim bu ma'lumotni to'liq aks ettirmasligi mumkin. Masalan, agar siz konchilikda 10 yil ishlagan bo'lsangiz, bu sizning umumiy stajingizga 15 yoki 20 yil bo'lib hisoblanishi mumkin. Bu esa sizni ish staji bonusiga tezroq haqli qiladi. Qo'shimcha daromadlar hisobga olinishi, pensiya miqdori hisoblanayotganda nafaqat asosiy ish joyidagi maosh, balki rasmiy ravishda to'langan qo'shimcha daromadlar, masalan, o'rindoshlik asosida ishlaganlik, tadbirkorlik faoliyatidan tushgan daromadlar, fuqarolik huquqiy shartnomalar bo'yicha ishlaganlik ham endilikda yanada samaraliroq hisobga olinadi. Agar sizda bunday daromadlar bo'lgan bo'lsa va ulardan ijtimoiy ajratmalar to'langan bo'lsa, ularni tasdiqlovchi hujjatlarni tekshirib chiqing. Ba'zan kichik qo'shimcha daromadlar pensiya jamg'armasi bazasida aks etmay qolishi mumkin. Bu esa pensiya miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Nogironlik pensiyasi oluvchilar uchun ham qayta hisoblash mexanizmlari joriy etiladi. Bu ularning ahvolini yaxshilashga qaratilgan. Ba'zi hollarda agar nogironlik pensiyasi oluvchi ish staji bonus talablariga javob bersa, masalan, nogironlikdan oldin GDD yildan ortiq ishlagan bo'lsa, u ham ushbu bonusdan foydalanishi mumkin. Shu bilan birga, agar ularning oilasida nogiron farzand bo'lsa, oilaviy yordam bonusi ham qo'shiladi. Bu ularning moliyaviy barqarorligini sezilarli darajada oshiradi. Amaliy maslahatlar nimalar qilish kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Sizning harakatlaringiz qanday bo'lishi kerak? Qanday qilib bu yangi imtiyozlardan to'liq foydalanish mumkin? Birinchi qadam, shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshirish pensiya jamg'armasining MyBokkov.uz davlat xizmatlari portali orqali shaxsiy kabinetingizga kiring. Agar sizda MyBokkov.uzda hali shaxsiy kabinetingiz bo'lmasa, hoziroq uni ro'yxatdan o'tkazing. Bu jarayon juda oddiy va bir necha daqiqa vaqtni oladi. U yerda sizning pensiya hisobingiz holati, to'plangan ish stajingiz, hisoblangan va to'langan pensiya miqdorlari haqida batafsil ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Bu sizning pensiya huquqlaringiz bilan bog'liq barcha ma'lumotlarning yagona manbaidir. Agar siz internetdan foydalana olmasangiz yoki raqamli savodxonligingiz yetarli bo'lmasa, tuman, shahar davlat xizmatlari markaziga yoki pensiya jamg'armasi bo'limiga pasportingiz bilan boring. U yerdagi maslahatchilar sizga shaxsiy kabinetingizga kirishda yoki ma'lumotlarni tekshirishda yordam berishadi. Ikkinchi qadam, ma'lumotlarni solishtirish. Shaxsiy kabinetingizdagi ma'lumotlarni, shaxsiy hujjatlaringiz,
asl mehnat daftarchasi, diplomlar, nikoh guvohnomasi, tug'ilish haqidagi guvohnoma bilan diqqat bilan solishtiring. Ayniqsa familiya, ism, sharif, tug'ilgan sana va ish stajining davomiyligi bo'yicha ma'lumotlar to'liq mos kelishiga e'tibor bering. Agar qandaydir nomuvofiqliklar yoki to'liq bo'lmagan ma'lumotlar mavjud bo'lsa, ularni aniq qayd eting. Masalan, mehnat daftarchangizda ko'rsatilgan ish staji MyGov.uzda aks etmagan bo'lishi mumkin. Yoki daromadlaringiz pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasida haqiqiy bo'lmagan miqdorda ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Har bir kichik nomuvofiqlik pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. 3-qadam murojaat qilish agar kerak bo'lsa, agar pensiya miqdorida avtomatik o'zgarish bo'lmaganini ko'rsangiz, garchi yuqorida aytilgan bonuslarga masalan, dartim yildan ortiq staj uchun bonus yoki nogiron farzand uchun bonus haqli bo'lsangiz, darhol pensiya jamg'armasiga murojaat qilishni unutmang. Bu sizning huquqingiz. Qanday murojaat qilish kerak? Onlayn my.gov. Uz portali orqali elektron ariza yuborishingiz mumkin. Bu eng tezkor va qulay usul. Arizangizda muammoning mohiyatini aniq bayon eting va agar iloji bo'lsa, tasdiqlovchi hujjatlarning skaner qilingan nusxalarini ilova qiling. Masalan, agar siz oilaviy yordam bonusiga haqli bo'lsangiz, nogiron farzandingizning nogironlik to'g'risidagi tibbiy ma'lumotnomasini ilova qiling. Shaxsan yashash joyingizdagi tuman shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Bu yerda sizga mutaxassislar yordam beradi va savollaringizga javob beradi. Pensiya jamg'armasi xodimlari sizning murojaatingizni qabul qilishga va unga ko'ra harakat qilishga majburdirlar. Kerakli hujjatlar asosan, agar nomuvofiqlik bo'lsa yoki maxsus bonuslar uchun murojaat qilsangiz, birki pasport yoki shaxsni tasdiqlovchi boshqa hujjat, masalan identifikatsiya ID kartasi, 2 pensiya guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, mehnat daftarchasi, asli va barcha sahifalarning nusxasi, bu sizning ish stajingizni tasdiqlovchi asosiy hujjatdir. Daromadlar haqida ma'lumotnomalar, agar sizning daromadingiz pensiya jamg'armasida qayd etilganidan yuqori bo'lganiga shubha qilsangiz, eski ish joyingizdan yoki soliq organlaridan olishingiz mumkin. Masalan, agar siz rasmiy ravishda yuqori maosh olgan bo'lsangiz, lekin u pensiya jamg'armasi ma'lumotlarida past ko'rsatilgan bo'lsa, 5. Nogironlikni tasdiqlovchi tibbiy hujjatlar, agar oilaviy yordam bonusi uchun murojaat qilayotgan bo'lsangiz, farzandingiz yoki turmush o'rtog'ingizning nogironlik guvohnomasi. 6. Nikoh guvohnomasi, agar familiya o'zgargan bo'lsa va bu hujjatlarda nomuvofiqlikka sabab bo'lsa. 7. Agar xato ish staji hisobida bo'lsa, ish joyidan ma'lumotnomalar, buyruqlardan ko'chirmalar. Lavozimga tayinlash va ozod qilish haqidagi orderlar. Hatto ba'zi hollarda arxivdan olingan tasdiqlovchi hujjatlar ham kerak bo'lishi mumkin. Ariza yozish, sizga joyda ariza namunalari beriladi. Muhimi, arizangizda pensiyangizni qayta hisoblashni so'rang va qaysi asoslarga ko'ra, masalan, garti yildan ortiq staj uchun bonus yoki nogiron farzand uchun bonus yoki ish staji hisobidagi xatolikni tuzatish ekanligini aniq ko'rsating. Arizangizni 2 nusxada tayyorlashni unutmang. Birini topshirib, ikkinchisiga qabul qilgan xodimning imzosi, sanasi va muhrini qo'ydirib oling. Bu sizning murojaatingiz qabul qilinganligini tasdiqlovchi hujjat bo'ladi. 4-qadam kuzatish va nazorat. Arizangiz qabul qilinganligi haqida xabar oling va uning raqamini yozib oling. Jarayoni my.gov. Uz orqali shaxsiy kabinetingizdan yoki pensiya jamg'armasining kal markazi, telefon raqamlari pensiya jamg'armasi rasmiy saytida mavjud orqali kuzatib boring. Murojaatingizga qonunchilikda belgilangan muddatda javob berilishi shart. Agar belgilangan muddatda javob olmasangiz yoki javob sizni qoniqtirmasa, yuqori turuvchi tashkilotlarga, masalan, Adliya vazirligi, xalq qabulxonalari murojaat qilish huquqingiz bor. Xulosa va yakuniy chorlov. Ko'rib turganingizdek, hukumatimiz nafaqaxo'rlarimizni qo'llab-quvvatlash borasida juda muhim va adolatli qadam tashladi. Bu nafaqat moliyaviy barqarorlikni ta'minlaydi, balki keksa avlod vakillariga nisbatan jamiyatimizning hurmatini ham aks ettiradi. Bu yangiliklardan to'liq foydalaning va o'z huquqlaringizni biling. Hech kim sizning halol mehnatingiz evaziga olingan pensiyangizni kamaytira olmaydi yoki sizni imtiyozlardan mahrum qila olmaydi. Aksincha, bu yangi qaror sizning hayotingizni yanada farovon qilishga xizmat qiladi. Ushbu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Sizning pensiyangiz qancha? Bu o'zgarishlar sizga qanday ta'sir qildi? Balki sizda ushbu mavzu bo'yicha boshqa savollar yoki takliflar bordir. Shu videoga like bosib,
kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga kelajakda yanada dolzarb va foydali ma'lumotlarni tayyorlashda katta motivatsiya beradi. Keyingi videolarda yana uchrashguncha aziz do'stlar, o'zingizni asrang va sog' salomat bo'ling.